Assalomu alaykum hammaga, xormanglar. Xo'p, The Five Years'da High Stakes programma haqida to'liq tushuntirish bergandim. Qonun qoidalari, newsda ishlasa bo'ladimi? Umumiy to'liq hamma ma'lumotlarni berib o'tgan edim. Xo'p, bu safar esa Hypergrowth hamda Bootcamp dasturi haqida to'liq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Buning plus va minus taraflarini ham aytib o'taman. Hypergrowthda 1 etapli, Bootcamp esa 3 etapli. High Stakes 2 etapli bilasizlar. Hypergrowth ning plus taraflari nima? Plus eng zo'r tarafi har profit target bajarganingizda sizning akkauntingizda 2 baravar oshirib ketaveradi. Ya'ni minimum 10 minglikdan boshlanadi. 10 minglik real shot oldingiz. Real shot olganingizdan keyin 10% chiqarsangiz, ya'ni $1000 chiqargandan keyin sizning akkauntingizda avtomatam 20 minglikka o'tkazadi. 20 minglikdan 10% chiqarganingizdan keyin 40 minglik. Mana shunaqa qilib katta tez kattaroq shotga ega chiqishingiz mumkin bo'ladi. Hamda Hypergrowthda ham Bootcamp dasturida ham hech qanaqangi profitable days degan, ya'ni foydali kunlar degan nimasi yo'q, qonun qoidasi yo'q. Hamda minimum trading days degan, ya'ni minimum manimcha kun ishlashing kerak degan narsasi ham yo'q. Hypergrowthda minus tarafi nima deyilsa, Hypergrowth minus tarafi narxida sal qimmatroq. Qimmatligining sababi esa 2 karra oshib ketishi. Ya'ni har bir etapda 2 karra oshib ketadi. Bootcamp'ni nimasi esa $95 dan boshlanadi narxi, $225 gacha. Bootcamp'ning narxi arzon va buning yana zo'r tarafi High Stakesda har 10% da keyingi etapga oshadigan bo'lsa, Bootcamp dasturida har 5% da targetingizni bajarib qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni keyingi targetga o'tkazaveradi. Xo'p, Hypergrowth haqida to'liq ma'lumot berib o'tsam, Hypergrowth 1 etapli hamda siz 10 minglik sotib olmoqchi bo'lgan vaqtingiz mana new order qilasiz. New orderdan keyin continue forex, bu yerda Hypergrowth tanlaysiz. Hypergrowth tanlangandan keyin mana bu yerda turibdi. Xo'p, 10 mingligingiz 10 minglik narxi $260. Mana narx turibdi. Faqat sizga ekzamindan o'tish uchun 5K lik akkaunt berishadi. 5K lik akkauntda siz 10% qilishingiz kerak. Ya'ni 5K dan 10%siz $500 qilishingiz kerak. Umumiy yo'qotishingiz mumkin bo'lgan summa bu $300. Ya'ni 6%. Keyin bu profit targetni bajarganingizdan keyin sizga sirazi 10K lik akkaunt berishadi va 10K ni for scaling, mana bu 10% for scaling degani bu ishlayverasiz, hech qanaqangi muammosi yo'q. Faqatgina keyingi etapga, ya'ni 20K lik akkaunt olish uchun 10% foyda qilishingiz kerak. 10% foyda qilganingizdan keyin sizga sirazi 20K lik shot berishadi. 20K dan ham boyaga aytganimdek 10% qilganingizdan keyin sirazi 40K mana shunaqa ketaveradi. 40K, 80K, 160 ming, 160 mingdan keyin 320 ming, keyin 640, 4 milliongacha chiqishingiz imkoniyati bor. Juda zo'r imkoniyat bu ham. Faqat narx ozgina qimmatroq. $260 10K lik uchun, 20K lik uchun esa $450, 40K lik uchun $850. Ya'ni 20K lik olaman desangiz $450 to'laysiz, faqat akkauntingiz 10K dan boshlanadi. Ekzamindan o'tganingizdan keyin 20K berishadi, 20 minglik akkaunt. Xo'p, qonun qoidalarini tushuntirib o'tsam, men aytgan narsam bu double, ya'ni manaqangizni 2 marta o'tkazishadi. Har profit target qilganingizda sizga 2 marta 10K likdan 20 ga, 20 dan 40 ga mana shunday narsani aytishyapti. Profit target, maximum loss va daily kunlik mana bu 3% lik qanaqa bor, kunlik yo'qotish. Bu 3% yo'qotib qo'ysangiz sizga akkauntingizni olib qo'yishmaydi. Shunchaki sizni akkauntingizni o'sha kunga to'xtatib qo'yishadi. Keyingi kundan davom etishingiz mumkin. Umumiy stop loss 6%. Anaqasi imtihondan o'tish chegarasi yo'q hech qanaqangi. Bu yerda xuddi o'sha narsani aytyapti. Ya'ni funded bo'lganingdan keyin ham xuddi shu narsa bir xil bo'ladi deb.
6% dan keyin sizni akkauntingizga qo'yishadi. 6% stop lossdan keyin haftadan haftaga, kundan kunga ushlash imkoniyati bor bunda ham. Faqat swap feesi kattaroq chiqib ketishi mumkin. Ya'ni har bir trade, ya'ni har bir levelda o'tganingizdan keyin hab kreditingizga pul qo'shilib ketaveradi, xuddi high stakes kabi. 4 milliongacha chiqish imkoniyati bor. Leverage 1/30 bo'ladi. New trade qilish imkoniyati bor. Hamma anaqalar assets available deyapti, ya'ni forexda ham, metalda ham, indexda ham, kriptoda ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. MetaTrader yoki web, mobil hammasidan ishlasangiz bo'ladi. Minimum trade kuni yo'q, hech qanaqangi profitable days yo'q. Juda zo'r imkoniyat. Faqat bitta etapli. Ya'ni 10% qilasiz, keyingi etapga o'tasiz. Xo'p, indekslarni ushlab turish ham haftadan haftaga nima qilingan deyapti. Ya'ni ruxsat berilgan, faqat high swap, ya'ni kattaroq swap fee olishi mumkin deb yozib qo'ygan. Birinchi etapda o'tgandan keyin sirazi profit, birinchi etapning profit targetini qilib bo'lganingizdan keyin sirazi sizga real shot berishadi. Maksimum 40 ming olishingiz mumkin. Bunda ham profit anaqasi har 14 kunda pulni olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin ketma-ket 30 kun aktiv, noaktiv bo'lishingiz kerak emas. Ya'ni 30 kun ketma-ket savdo qilmasligingiz yoki 30 kun ketma-ket akkauntingiz aktiv bo'lmasdan turishi mumkin emas. Agar unday bo'ladigan bo'lsa, akkauntingiz uxlaydi. Xuddi men sizlarga aytgan narsani tushuntirib berishgan bu yerda ham, ya'ni birinchi anaqada evaluationda sizga 5 minglik berishadi va 75% dan boshlanadi. Ya'ni 10 minglik boshlaganingizdan keyin payoutingiz 80 ga 20 emasda 75 ga 25 bo'ladi. Keyin 10 minglikdan 20 minglikka, keyin 40, keyin 80, 320 va 640 mingga chiqqan vaqtingiz sizniki 80 ga 20 bo'ladi. Uje bizda akkauntingiz kattalashib ketavergan sari 100% gacha profit share olishingiz mumkin bo'ladi. Level 10 oxiriga, ya'ni 4 milliongacha, 4 millionlik level, bu level 10 deyiladi. Xo'p, mana bu anaqani kontrakt qilinadi. Uje level 9 da siz bilan kontrakt qilinadi. Xuddi 150 ming high stakesga chiqqaningiz kabi. Endi bootcamp dasturi haqida gaplashib o'tamiz. Bootcamp dasturi, xo'p, bu yerda eng zo'ri 5%, har 5% da ya'ni 10 minglik akkaunt aytaylik, bunda 100 minglik akkauntdan boshlanadi, 100 minglik hamda 250 minglik. Mana bootcampda 100 minglik hamda 250 minglik dan boshlanadi. Profit targetingiz har stepda, ya'ni 3 ta etap, bootcamp dasturi aytganimdek 3 etapli bo'ladi. Birinchi etapda, ya'ni 100 minglikda sizga 25 minglik beradi, 25 minglikda 6% qilishingiz kerak bo'ladi. Keyin 50 minglik beradi, 50 minglikda 6% qilishingiz kerak bo'ladi. 75 minglik beradi, keyin uni ham 6% qilganingizdan keyin sizga 100 minglik real shot berishadi. Xo'p, umumiy yo'qotish max loss 5% hammasida. Birinchi etap, ikkinchi, uchinchi etapda ham. Lekin nimaga chiqqaningizdan keyin 4% umumiy yo'qotish fundedga chiqqaningizdan keyin. Hamda 5% bu profit target. Ya'ni aytaylik 100 minglikda 105 ming qilganingizdan keyin sizga 125 minglik berishadi. Daily pause bor, ya'ni hech qaysisida step by step, 2 step, 3 da ham daily loss yo'q. Даже funded accountga chiqqaningizdan keyin ham daily loss yo'q. Funded accountda faqatgina 3%lik ya'ni stop anaqa disable qilib qo'yadi. 3% bir kunda minus qilsangiz, xuddi hypergrowthga o'xshab. Leverage 1/10 bo'ladi. Time limit unlimited, ya'ni cheklanmagan miqdorda 100% gacha olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, xuddi mana shu ya'ni 100 minglikni olmoqchi bo'lsangiz $95 atigi. $95 to'laysiz. 100 minglikka sizga anaqa
ya'ni etaplardan o'tganingizdan keyin 100 minglik akkauntni $95 ga olgan bo'lasiz. Faqat qiyinchilik tarafi 3 ta etap. Va har bir etapda 6% dan qilishingiz kerak bo'ladi. 25 minglikda 6%, aytganimdek, bunda 6%, 50 minglikda, 75 minglikda 6%. Va umumiy yo'qotishingiz mumkin bo'lgan summa 5%. Hech qanaqangi kunlik loss yo'q. Va profitable days degan narsa yo'q. Zo'r tarafi. 250 minglikni esa $225 ga olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni birinchi etapingizda sizda 100 k beradi, keyin 100 k dan 6% qilganingizdan keyin 150 k beradi, 150 k dan 6% qilganingizdan keyin 200 k beradi va 200 k dan ham 6% qilganingizdan keyingina 250 minglik real shot berishadi va bu $225 ga tushadi xolos. Profit targetingiz ya'ni 5%. 5% dan keyin sizga keyingi etapga imkoniyat berishadi, ya'ni keyingi levelga o'tib ketaverasiz. Xo'p, va bu ham 75% dan boshlanadi. 100 k dan mana 100 k bilan boshlangandan keyin ya'ni 5% qiladi. 5% dan keyin sizga 125. 125 dan 5% qilganingizdan keyin 150. Ya'ni har 5% da sizning akkauntingiz kattalashib ketaveradi. 4 milliongacha chiqishingiz mumkin. Men bu yerda yozib qo'ygan, ya'ni 75 ga 25 bilan boshlanadi. 100 k dan olganingizdan keyin. Bu 50 deganiga qaramanglar, 50 emas, 75 ga 25 bo'ladi. 100 k bilan boshlagan vaqtingizda, ya'ni 75% sizga, 25% brokerga bo'ladi. Xo'p, bunda kontrakt 4 millionga chiqqaningiz qanchon kontrakt qiladi? 2,5 millionga chiqqandan keyin kontrakt qilish kerak, adashmasam bunda. Xo'p, qonun qoidalari stop loss required, ya'ni stop loss qo'yishingiz kerak. Bootcamp dasturida har bir pozitsiya ochdingiz, sirasi stop loss qo'yishingiz shart. Va umumiy anaqangiz bitta aytaylik, sizda pozitsiya bor, umumiy, ya'ni ikkita pozitsiya bor. Ikkita pozitsiyangizning umumiy qiymati 2% dan oshib ketishi kerak emas account balansida. Xo'p, anaqani orderda stop losssiz yoki 2% dan ko'proq har bir pozitsiya uchun 2% dan ko'proq ochib yuborish risk violation, ya'ni qoidani buzding deb chiqaradi. O'shaning uchun bootcamp dasturida darhol stop loss bilan qo'yish shart. Agar stop loss bilan qo'yilmasa, bu account termination, ya'ni qoidani buzilishga olib keladi. 5 ta violationdan keyin sizning accountingiz terminate bo'ladi. 5 ta violation olganingizdan, ya'ni 5 ta qoidani buzganingizdan keyin accountingiz olib qo'yishadi. Ya'ni bitta stop loss qo'ymasdan ochib yubordingiz, va bitta risk violation oladigan bo'lsangiz olib qo'ymaydi. Ya'ni bunga 5 martagacha imkoniyat beradi. 5 martadan keyin olib qo'yadi. Xo'p, leverage 1 ga 10 bo'ladi. News, ya'ni yangilik vaqtida news trading anaqa berilgan. News tradingga mumkin, ya'ni 2 minut oldin, 2 minut keyin degan narsa yo'q. Kundan kunga yoki haftadan haftaga o'tkazish mumkin, faqat indekslarda kattaroq high swap olish mumkin. Anaqaga forexga kichikroq swap oladi, indekslarga kattaroq. Ya'ni boyagi bu ham 30 kun ketma-ket aktiv bo'lmasdan tursangiz, accountingiz olib qo'yiladi. Ya'ni ketma-ket ishlayverishingiz mumkin, lekin 30 kun ketma-ket aktiv bo'lmasdan accountingiz qolib ketadigan bo'lsa, accountingiz ketib qoladi. Xo'p, number of account, har bitta trader uchun bitta 250 k hamda 100 k, maksimum 250 k account olishingiz mumkin. Va har bir account uchun, ya'ni 250 k uchun alohida, 100 k uchun alohida metod qo'llashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, 3 kunlik 3% bir kunda masalan fanitda 3% nimadan keyin 3% daily pausedan keyin sizda accountingiz olib qo'yilmaydi. Kundan keyingi kunda qaytadan
boshlasangiz bo'ladi. Har 14 kunda payout bo'ladi. Judayam qiziqqanlar, so'raganlar ko'p bo'ldi bootcamp bilan shu hypergrowth'ni. Bemalol nima qilsanglar bo'ladi, ishlasanglar bo'ladi. Bootcampga arzonroq, ham desa tezroq har 5% da. Bitta minus tarafi anaqasi fundedga chiqqaningizdan keyin 4% bo'ladi. Umumiy yo'qotishingiz anaqada 5% hypergrowth. Judayam idealniy endi anaqani как buni future sifatida ishlataman desa idealniy ishlasa bo'ladi bunda ham, faqat nima deydi, prям nimaga consistency'siz, o'zingizda disiplinangiz juda kuchli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Endi o'ziga hammaga har xil, masalan bir xillar 2 etaplini xohlaydi, bir xillar 3 etaplini, bir xillar 1 etaplini. Bundan ham foydalansangiz ideal ishlasangiz bo'ladi. Qandaydir savollar bo'lsa bemalol Telegram kanalimdagi admin akkauntimga yozsanglar bo'ladi. Muammo tug'ilsa maksimal harakat qilishga harakat qilaman qo'limdan kelguncha. Charchamanglar, omad. Telegram kanaliga va Instagram kanallarimga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turishingizni iltimos qilardim. Charchamanglar, Xudo xohlasa ishlarga omad.